Kasbidan baraka topish uchun inson kasbiga mehr qo'yish kerak, vafodor bo'lish kerak, kasbini ulug'lash kerak, hurmatini qilish kerak. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom hadisda aytadilar, Alloh taolo bir bandasiga rizqni eshigini ochib qo'ygan bo'lsa, o'sha rizq kelib turgani borki, undan yuz o'girmasin, eshigini yopmasin. Hikmatini kim biladi? Kimnidir rizqini Alloh taolo tijoratda qilib qo'ygan, kimnikidir savtarashlikda qilib qo'ygan. Unda qarasangiz, savtarashni ishi juda ham daromadi kamga o'xshaydi, lekin ixlos qilsa yaxshi bo'ladi. O'sha olgan oz puli barakali bo'ladi, o'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, boy badavlat bo'ladi. Unaqa qilmasdan hozir kasbga nima emas, qaraladi. Qaysidan pul kelib kelsa, hammasi gurr etib o'sha yoqqa uradi. Mana hozir jamiyatda ma'lum bir azizlarimiz, jigarlarimiz, qarindoshlarimiz yillar davomida qarzini uzolmay yuribdi. Shularni nima bo'lib qarz olgan deb so'rasangiz, ko'pisi aytadi, biznes qilaman deb birovdan qarz oldim, keyin tushib qoldim deydi. O'sha biznes, tijorat qilish har kimning ishi emas-da. Endi yo'qadigan joyi har kimniki har xil bo'lar ekan. Shuning uchun kasb egalari kasbiga nima qilsin? Vafodor bo'lsin, sadoqat qilsin, shu kasbini e'zozlasin. Ana kasb uni keyin inshaalloh Allohning izni bilan boyishiga, farovon bo'lishiga, yaxshiligiga demak sabab bo'ladi.